Yangi O'zbekiston universiteti bakalavriat bosqichi yo'nalishlariga o'qishga arizalar qabuli boshlandi. Ta'lim yo'nalishlari 9 ta. Bular: kimyo va materialshunoslik muhandisligi, mexanika muhandisligi, dasturiy ta'minot muhandisligi, kiberxavfsizlik, sun'iy intellekt va robototexnika, amaliy matematika, iqtisodiyot va ma'lumotlar tahlili, pedagogika va sanoat boshqaruvi. Kimlar o'qishga ariza topshira oladi va qabul talablari qanday? Umumiy o'rta maxsus yoki professional ta'lim muassasasini tamomlagan yoki tamomlash arafasidagi o'quvchilar o'qishga ariza topshirishlari mumkin. Talabgorlardan ingliz tilini kamida 0 shkalasi bo'yicha B2 darajada bilishini tasdiqlovchi xalqaro yoki milliy sertifikat talab etiladi. Bundan abituriyent minimum IELTS 5.5, TOEFL IBT 46 yoki bilim va malakalarini baholash agentligi tomonidan beriladigan chet tilini bilish darajasi to'g'risidagi sertifikatning B2 natijasiga ega bo'lishi kerak. Hujjatlar topshirish vaqtida yuqorida qayd etilgan hujjatlar mavjud bo'lmasa, ushbu hujjatlarni 18 avgustga qadar elektron platformaga yuklashingiz kerak bo'ladi. O'qishga ariza topshirish new.uz sayti orqali amalga oshiriladi. Buning uchun siz saytga kirib, admission bo'limidagi maxsus elektron platforma orqali ariza topshirishingiz kerak bo'ladi. O'qishga ariza topshirgan barcha talabgorlar uchun saralash imtihoni matematika va mantiqiy fikrlash fanidan ingliz tilida tashkil etiladi. Saralash imtihoni 2025-yil 5-iyunda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlarda o'tkaziladi. Agar siz SAT, International Baccalaureate IB yoki International AS yoki A-Level xalqaro sertifikatlaridan biriga ega bo'lsangiz, ushbu sertifikatlarning matematika qismidan berilgan ballidan kelib chiqib, saralash imtihonida sizga 100% gacha ball taqdim etilishi mumkin. Masalan, sizda SATning matematika qismidan 8 ball bo'lsa, siz 100% natijaga ega bo'lasiz va saralash imtihonida qatnashishingiz shart bo'lmaydi. Ariza topshirish bilan bog'liq qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, quyidagi manzillarga murojaat qiling.